bizni, ya'ni Vodil About kanali nomidan kelgan obunachilarimizga Sherzod akamiz o'zlari shaxsan chegirmalar, aksiyalar qilib beradilar. Assalomu alaykum qadrli Vodil About kanali kuzatuvchilari. Bugun biz Shohmardondamiz. Shohmardonga kelib biz Dugoba Resort, ya'ni dam olish maskaniga kelganmiz. Bu yerda biz Sherzod aka bilan suhbatlashamiz. Mana shu Shohmardonga kelayotganlarga Shohmardonga kelish uchun oson yo'llarni o'rgata olasizmi? Xo'p, oson yo'lini o'rgatsak, hozir endi 24 soat bo'lib qoldi. Shuning uchun kech payt yoki ozonda bomdod paytlarida o'zi 3 ta bomdodga ozon chaqiryapti. Shuna paytlarda yo'lga chiqqan yaxshi. Bu bitta yo'li. Keyin seshanba, chorshanba, payshanba kunlari kelib ketishni tavsiya qilaman. Misol deylik, ko'proq turadigan odamlar payshanba kuni kelib olsa, seshanba kuni qaytishaveradi yoki dushanba kuni abitdan keyin. Sababi juma, shanba, yakshanba kunlari odam ko'p bo'ladi. Endi yana bitta yo'li, xo'p, nima desa bo'ladi? Popotga kelish. Yo'l-yo'liga mana Vodil postgacha kelib oladi, boshqa bitta taksida kelib olishadi. Shunday piyoda o'tib, bu yoqqa Qirg'izistonchidek nimaga taksilardan Shohmardongacha kelib olishadi. Yana Shohmardonda postdan o'tib turib, yana Shohmardon taksilaridan foydalanishadi. Shunda hali juda tez kelishadi. Sonsax kompaniyasi tomonidan berilgan esdalik sovg'alarini qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz. Rahmat aka, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan zo'r kontentlar hali oldinda obuna bo'ling.